Ortiqcha vazn saraton kasalligiga olib keladi. Bu bo'yicha Britaniyadagi notijoriy tashkilotlarda tadqiqot ishlari olib borishgan. Ularning xulosasiga ko'ra, yaqin 20 yil orasida onkologik kasalliklarga chalinganlar soni 700 mingdan ortib ketishi mumkin. Shu bilan birga ortiqcha vazndan aziyat chekkanlar soni ham keskin ortgan. 2035-yılga barıp Britaniyada ululardan arasında 4'ten 3 bölügü aşıkça salmaqtuluktan jabırqap, türdүү oorularga çaldıgışı mümkün. Aga karata rak oorusuna kabılgandardın sаны 700 mingden aşat degen bojomolдор бар. Mutaxassislar hukumat vakillariga yog' hosil qiluvchi va ortiqcha vazn keltirib chiqaradigan ichimliklarga cheklov kiritishga chaqirmoqda. Yog' hosil bo'lishi va ortiqcha vazn inson tanasida turli o'zgarishlarga sabab bo'lib, saraton kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Buni shifokorlar ham tasdiqlashadi. Insonga qancha ortiqcha vazn ko'p bo'lsa, shuncha saraton kasalligi rivojlanishiga sharoit yaraladi. Ашыкча салмактуулук менен жабыркаган адамда рак клеткалары бат өрчүйт. So'nggi vaqtlarda ortiqcha yog' hosil bo'lishi natijasida kasalliklarning yangi turlari ham chiqmoqda. Ularga ko'krak saratoni, ichak va buyrak kasalliklarini qo'shish mumkin. Tadqiqotchilar jamiyatni yuqori kaloriyali mahsulotlarni kamroq iste'mol qilishga va yosh bolalarga ozroq shirinlik berishga chaqiradi. Shu bilan birga saraton kasalligi ortiqcha yog' yig'ilishidan hosil bo'ladi degan ma'lumotni ilk bora eshitganlar ham yo'q emas. Ашыкча салмактуулук жүрөк оорусун пайда кыларын билет элем, бирок рак тууралуу эми билдим.